Abdumajid, bitta narsani tushuning. Abduqodir Husanov babu nomer adingda. Oke, ular 11 kishi bo'lib o'ynaydi. Javohir Sindorov bo'lsa, bitta o'zi 1 million dollarni naqd qilib qo'ydi. Bu telefon qalay ishlayaptimi? Bu telefonga o'zi 1 yilda bir marta qo'ng'iroq bo'ladi. Alo. Assalomu alaykum aka, xormayli charchamayapsizlarmi? Alaykum assalom. Rahmat, yaxshimisiz? Aka, qurbon hayitga ozgina qolibdi. Qurbonlik qilib berasizlarmi bu yil? Ha. Xuddi o'tgan yildagi bo'ladimi? Ha. Qo'yi o'zingizlar topib talisizlar. Ha. Qassobga ham gaplashasizlar shunaqamidi? Ha. Shunda so'ydirib tarqatib bersan, sizlarni zimmanglarda. Ha. Sizlar hamma ish qilib bersanglar, men o'zim xohlagan odamga tarqatsamchi? Yo'q. Chunki biza bu hamma xizmatni bepulga qilayotganimizni sababi mehr 20-20 qaramog'ida bo'lgan boquvsini yo'qotgan oilalarga maksimum ko'p go'sht yetib borishi. Qarang unaqada, qo'y o'zim so'ydirsam-da, faqat tarqatishga yordam berib yuborsanglarchi. Muammo yo'q aka, tarqatib beramiz. Salomat bo'ling. Menimcha siz ham anchagina savollarga javob oldingiz. Qurbonlikni mehr 20-20 bilan qilish juda oson.